Hürmetli vatandaşım, nöbetçilik şeyimizi başlayımız. Amerika Cumhuriyeti münasebeti putlaka şan tola. Ziyaretten burun Xi Jinping türmeden adam koyup birip deryadan ötüp alalamdı. Mavzulu haber 9. ayının 11. günü Amerika avazının Xitay til programı ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Washington, Cumhurbaşkanı Reis Xi Jinping Amerika'nı ziyaret kılış aldıda duruptu. O bu katımkı devlet işleri ziyaretinde nemi netice girişidi? İki taraf nemini ümit kılıdı? Xi Jinping özüdün avvalkı devlet rehberleri okşaş bir kısım kişilerini türmeden koyup berip Cumhurbaşkanı'nın nazarında Amerika Qo'shma Shtatlarga yaxshi xabar yetkazmoqchi mi? Bu to'g'rida ba'zi mutaxassislar o'zlarining ko'z qarashlarini so'zlab o'tdi. Mutaxassis Soho Amerika Ovozi radiosiga mundoq dedi. Jungo hukumati bu qatam Xi Jinpingning Amerika ziyaratiga zo'r darajada umid bog'lab, fikr almashtirish orqali o'rtadagi ixtiloflarni yengillatib, Amerika bilan Jungo o'rtasida muhim munosabat saqlashni umid qiladi. Soho yana mundoq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari ba'zi harakatlarni qilganligi tufayli Jungo bilan Amerika munosabatida ba'zi muqimsiz omillar o'tirg'i chiqdi. Shunga mening o'ylashimcha, Reis Xi Jinping Amerika ziyoratida oqko'ngillik bilan fikr almashtirishni xohlaydi. Jungo Kompartiyasi Amerikani ziyorat qilishning oldi-keynida siyosiy mahbuslarni turmadan qo'yib beramdi. Ba'zi xalqaro kishilik huquq tashkilotlari fursatni ching tutib, Jungoga bosim ishlatib, nazarband qilingan faoliyatchilarni, advokatlarni turmadan qo'yib berish to'g'risida murojaat qildi. Xabarlarga asoslanganda, kuzatuvchi xalqaro kishilik huquq tashkiloti, Umumiy kechirim xalqaro kishilik huquq tashkiloti, Erkinlik uyi xalqaro tashkiloti, Chegarasiz muxbirlar xalqaro tashkiloti, Jungo kishilik huquq tashkiloti, Jungoga yordam berish tashkiloti qatorliq kishilik huquq tashkilotlari 9-ayning 9-kuni Prezident Obamaga ochiq xat yozib, Reis Xi Jinping yuqori darajali rasmiyat bilan kutib olishdan burun besim ishiltilgan kishilik huquq faoliyatchilarining vakillarini Oqsaroyga chaqirib mehmon qilishni talab qildi. Demak, hozirgacha bugun 10 kunlik vaqt qoldi. Reis Xi Jinping taraf yoki Jungo tarafdan bir mahbusni qo'yib berish va siyosiy mahbusdan birini qo'yib berish to'g'risida hech qanday uchur kelmadi. Demak, Xitoy hukumatining ko'rikli o'tib olishi quruq bo'ldi. Endi o Washington kelib nimani suhbatlashadi? Buni oldimizda ko'ramiz vatandoshlar.